bitta tirriq qo'y butun boshli podani buzadi degan gaplar bekorga aytilmaganda men ko'p takrorlayman. Biz o'zimiz xohlagan jamiyatni o'zimiz quramiz. Davlat ota biza xohlagan jamiyatni qurib bermaydi. Qurib bergan jamiyatda ham biza qadriga yetmayapmiz, to'g'rimi? Endi borda oramizda shunaqa odamlar guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan gap bekorga aytilmagan. Borib Dubayga vizasiz rejimda yo'lga qo'yib keldi. Ana orada bitta ikkita tirriqlar chiqyapti zagim. O'sha qilingan harakatlarni, shuncha qilingan munozaralarni, muzokaralarni hammasini bir tinga chiqarib, butun bir boshli davlatni aholisi uchun minusga ishlaydigan holatni yaratib beryapti. Endi bitta narsani aytaman-da, sizni qilgan bitta xatoingiz butun bir boshli davlatga minusga ishlashi mumkin. Butun bir boshli xalqqa, butun bir boshli millatga minusga ishlashi mumkin. Ko'pchilik aytadi, qani men qilgan ishim butun davlatga ziyon tegishi mumkin. Qanaqasiga men qilgan ish butun xalqqa ziyon tegishi mumkin. Mana o'sha Dubayda o'zimizning fuqarolar, O'zbekistonda fuqarolar borib janjal qildimi? Mana orqasida nima bo'lyapti? Bizaga berilganda vizasiz rejim bekor bo'lib ketish arafasida turibdi-da. Yana davlatdan norozi bo'lamiz. Yana rivojlanmayapmiz deymiz. Rivojlanyapmiz, hurmatli fuqarolar. Davlat ota harakat qilyapti, lekin biz davlat otani qilgan harakatiga nima deydi, yarasha javob qaytara olmayapmiz. Qaytarayotganlarimiz juda ham ko'p, lekin oramizdan mana shunaqa tirriq qo'ylar chiqib qolyapti. Iloji boricha hammamiz bundan buyog'iga boshqa davlatda yuribmizmi, qayerda yurishimizdan qat'iy nazar O'zbekni, O'zbekistonni va o'zbek xalqini nomiga dog' tushirmaydigan ish qilishimiz kerak deb o'ylayman men.